Toshkentda yana bir mudhish avariya. 10-sinf o'quvchisi boshqaruvidagi BMW urib ketgan yo'l patrul xizmati xodimi vafot etdi. 25 fevral kuni kechqurun Toshkent shahri Mirobod tumanida haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan o'smir yigit BMW M4 mashinasida yo'l patrul xizmati inspektorini urib ketdi. Xodim turli og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Kichik serjant Hosilbek Eshnazarov ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay 27 fevral kuni shifoxonada vafot etdi. U 33 yoshda edi. Hosilbek Eshnazarov 2022-yildan ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelgan. Uning ortidan 2 nafar o'g'il va 1 nafar qiz farzand qoldi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy xabariga ko'ra, BMW rulida xususiy maktabning 10-sinf o'quvchisi bo'lgan. Bolaning ismi Doniyor bo'lib, uning ota-onasi oxirgi paytlarda 2 marta, xususan avvaliga 2025-yil sentyabrda, keyinroq 2026-yil yanvarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bolaga tarbiya bermaslik bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgani va profilaktik suhbat o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Sentyabrdagi jarimaga bolaning maktabda dars qoldirgani sabab bo'lgan bo'lsa, joriy yil yanvar oyida u o'z boshimchalik bilan avtomobil boshqarib, qo'pol ravishda yo'l harakati qoidalarini buzgan va ota-onasining jarima to'lashiga sabab bo'lgan. Bu qoidabuzarlik videosi internetda tarqalgan edi ham. O'shanda yigit boshqa bir BMW avtomobili bilan yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan o'tib ketgan. Yana bitta masala, shaxsan hukumat doiralariga taklif qilmoqchiman, fuqarolik taklifi. Ko'ryapmiz, mana hozir maktab bolalari mashinani minib ko'chaga chiqib, masalan, BMW mashinasini, Mercedesini otasi olib bergan, o'zi olmagan, otasi olib bergan mashinani ko'chaga olib chiqib turib poyga o'ynaydi. Bu muammo. Bularni nima deyiladi? Yo'l harakati terroristlari deyiladi. Terror. Yo'l harakatini terroristlari bilan. Ko'chaga chiqqandan keyin yo meni akamni, ukamni, o'g'limni, bolamni, ayolimni urib ketish xavfi bor. Sizni yo meni. To'g'rimi? Ha. Bularga qanaqa jazo qo'llanilyapti? 10 sutka, 15 sutka boshqa qo'llanadi. Meni taklifim. Taklif. Do'stlar, shuni tarqatamiz kesin. Meni taklifim. Maktab bolalari otasini mashinasini ko'chaga minib chiqib, mana shunaqangi ya'ni hashamat odamlarga ko'z-ko'z qilib, riyo qilib, haydab poyga o'ynaganlar yo'l harakati qoidasini buzgan bo'lsa, ana shu mashinani musodara qilish kerak. Musodara qilganda ikkita yo'l bor. Bittasi xalqni ko'zini o'ngida maydalab tashlash kerak. O'sha BMWsi bormi, boshqa Mercedes'i bormi, xalqni ko'zini o'ngida maqsad mashinani olib o'zlashtirish emas, maydalab tashlash kerak. Nima bo'ladi? Maqtanadigan narsasi qolmaydi. Ana bu bolachalarni kibri, dadasini bee'tiborligi yo'qoladi. Odamlar o'ylaydi. Shuni ya'ni deputatlar palatasi qonun qabul qilish masalasida taklif qilib kiritsa zo'r bo'ladi. Taklifim albatta bu. Buni taklif qilib kiritishdan maqsad yo'l harakati terrorini oldini olish. Mashinani yo'q qilmaylik, isrof bo'ladi desak, unda ichki ishlarga berish kerak uni. GAI xodimlarini xizmatiga berish kerak uni. Davlat xodimlarini xizmatiga o'tkazish kerak. Uni 102 ni yozib, palasasini chizib turib, xalqqa xizmat qilsin. Lekin shunaqangi ko'chaga chiqib olib mashinasini maqtanib poyga o'ynayotganlarning mashinasini musodara qilish kerak. Qonunga amal qilsin. Xohlagan narsasiga sakrab yurmasin. Nima demading? Ha? Qiziq taklifmi? Xalqimizni o'ylagan taklif. Taklif qilib ko'ramiz. Qabul bo'lsa, biz yaxshilik deb o'ylayapmiz. Qabul bo'lmasa, bir zimmamizdagi bir mas'uliyatni ado qildik deyapmiz. Yaxshilik nimada ekanligini albatta Alloh biladi.